senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demak u senga emas. Qaytarib beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demak seniki emasda u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib qurib ham bo'ldi. Tamom. Yana aytadilar Rasululloh, ihris ala ma yanfauk. Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin, balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam.